Oddiylik hayotning eng yuqori cho'qqisidir. Shuning uchun ham hech qachon ko'ngilga tegmaydi. Kuchli odamlar esa har doim oddiy bo'lishgan. Hayotimiz davomida ko'plab oddiy odamlar bilan uchrashamiz. Hol so'raymiz, ahvol so'raymiz. Hikoyalarini eshitamiz. Orzulari, yaxshiliklari uchun quvonamiz. Og'riqlari esa bizni ham og'ritadi. Haqiqiy odam bo'lgimiz keladi. Shunga intilamiz. Odam bilan tirik deymiz va yo'lga chiqamiz. Ishonamizki, bu yo'llar bizni yaxshilar bilan uchrashtiradi. Bu uchrashuvlarimizga sizni ham guvoh qilishni istaymiz. Otam rahbarli usta bo'lganlar. Amakim ham usta bo'lganlar. Chorg'u sozlari ustasi bo'lishgan. O'zi asli Toshkent Shopayiz mahallasi, Paxtakor mahallasi deyiladi. Xullas kalom o'sha yerda yashab, o'sha yerda 48-yildami shunday butunlay kelib joylashganmiz. Otam usta Husan urushdan keyin rubob bo'yicha bu odam mashhur bo'lib ketdi. Boshqa sozlarni ham yaxshi qilardi-yu, lekin rubobda bu kishinikicha boshqacha bo'ldi ruboblari. Butun hamma yoqqa O'rta Osiyoga shu rubob tarqadi. Rubob chaladiganlari faqat adamga kelib buyurtma berishardi. Biz bu paytlarda televideniyalar yo'q, bunaqa reklama ham yo'q. Lekin shu qilgan sozlarini odamlardan eshitib, boshqa qilib, kimdir o sozi, palonchi sozi. Qayerda bu odam, Toshkentda turadi. Shuni qidirib topib kelishardi. Endi men katta o'g'il bo'lganim uchun otamga ko'p yordam berib turardim. O'sha jarayonlarni rubobga dastalash, dutorlarni dastalash, dutor kosalarni tayyorlash, rubob kosalarini chopish, ichlarini o'yardim. Not ishi bo'lardi. O'sha bilan ichini o'yilardi. O'sha yoshlikdan o'sha sozlarni, sozandalarni ko'rib o'sganman. Butun shu jarayonlarni boshqalarni ko'rib yodlab olgan ekanman. 16 yoshimda to'satdan adam vafot etib qolganlar. O'shanda ruboblarni, torlarni, dutorlarni ko'plarini qilishmani esimda qolgan ekan. Hali maktab bitirmagan edim. O'sha yili bitta rubob, bitta tor qilganman. Shu bilan o'sha ish faoliyatim boshlanib ketgan. Fabrikaga bordim. Endi men ustani o'g'liman, shunda usta bo'lib kirmadim, shogird bo'lib kirdim. Endi fabrikada hamma narsa orkestrga boshqaga mo'ljallab o'zgartirilgan edi. 2 yil oldimda uyda ishlardim. Shundan keyin mana rubob, dutor, tambur, keyinchalik satolarni, torlarni, o'sha o'zimizning milliy sozlarni deyarli hammasini o'rganib oldim lekin. Mana shu hunar haqida ota-bobolarning, ustozlarning qaysi bir o'gitlari sizni bir umr yodingizda qoldi? Asosan shoshma deyishardi. Shoshma. Sabr qilgin deyishardi. Hozir xalq orasida tor yoki bo'lmasa ishlanish jihatdan mana sato, boshqacharoq bo'lsa, darrov shundan qilishni boshlasam deb qovliqishadi. Aslida o'sha mana xuddi oddiy bir mayli o'sha dutorning ko'rinishi boshqasi. O'sha dutordan, rubobdan, o'sha o'zimizdan anaqalarimizdan sekin-sekin o'sha boshlash kerak. Avvalambor. O'sha sabrga, o'sha dastlabki o'rganayotganda odam o'rganmasa, bu ishni yaxshi qilolmaydi. Kitob yaxshi ko'rishardi. Opam ham, opam Usmon akani opamdan derdim, endi men otam ham hech kitobga pul ayamas edilar.
kitob desam bemalol mana borib olib kelgan o'qigan derdilar. O'zani uyimizda amakimni uyiga sonzandalar boshqalar kelib anaqa qilishgan. Yoshlikdan o'sha sonzandalarni ko'rib katta bo'lganmiz-da. Muzikaga, qo'shiqlarga, o'zimizni milliy qo'shiqlarga ishqiboz bo'lganman yoshlikdan. O'shalarni eshitib, ruhlanib katta bo'lganmiz-da. Lekin men chalishga uncha anaqa qilmaganman. Lekin mendan boshqa ukalarim o'yda hammalari chalishgan. Chalishga ishqiboz bo'lmaganman dedingiz. Buni yasash uchun usta chalishni ham bilish kerak emasmi? Ha, bilish kerak. Uncha ting'ilataman. Lekin adam chalishni bilmas edilar. Lekin sozlari yaxshi chiqardi. Hunarga mehr bo'lsa, siz o'zingiz chalishni bilmasangiz ham, o'shanini ishlash yo'llarini o'rgangan bo'lsangiz, dovushi manzur bo'ladi odamlarga. Boshlagan dastlabki kunlarimdanoq odamlarga yoqa boshlagan. Xullas kalom, o'sha o'tgan ustalarga hurmat bilan qarab, ularni xizmatini qilib, duosini olib, o'shalarning ishlarini kuzatib qilsangiz yomon bo'lmaydi. Asosiy jarayon qanday kechadi? Asosan albatta shablon qilib olinadi. Shablonga qarab, masalan, rubob bo'lsa chisiladi. Tonkani tekislab, atrofini kesib olinadi, chopib olib tashlanadi. Keyin ichini o'yiladi. Bundan keyin quritishga qo'yib qo'yiladi. Ma'lum vaqt qurib turadi u. Qurigandan keyin uni dastalab qo'yiladi. Yani hashamlari bo'lsa, hashamlarni qo'yiladi. Lekin baribir o'sha har qanday usta o'qitganingizda ham bu ishga xotirjamlik bilan sekin shoshmasdan qaraladi. Chunki bizaniki konveyer usulda emas, bitta ishlanadi. Eng nozik ishi qaysi? Nozik ishi hammasi o'zi avvalambor hammasiga e'tibor bilan qilmasangiz, bitgandan keyin o'sha bitta joyda qilgan xatoingiz butun asabga ta'sir qiladi. Shu qopqonni qo'yish ehtiyotlik bilan qo'yiladi. Cho'yib qolib ketsa ham bo'lmaydi. Qalin bo'lsa ham dovush yaxshi chiqmay qo'yadi. O'shani bitta ikkitani qilganingizdan keyin odamda o'sha qopqonni qalinligi u bo'lsiga sezgi paydo bo'ladi o'zi ustada. Rahmatli cholg'ularning ohangi, parda, notalarining to'g'ri kelishida sizga kim ko'makchi bo'ladi? Dutarra, masalan, mana shu dutar bo'lsa, pardalari taxminan boylanadi. Boylangandan keyin xaraylarni qo'yib, ip qo'yiladi-da, sozlab chalish boshlanadi. O'shanda sozanda o'sha parda surishni biladigani pardani joyiga qo'yadi. Surib men o'zim qilmayman buni. Mana menda ukam qiladi. Endi rubobni pardasi uni razmeri bor. O'sha razmeri bo'yicha kesib turib qoqiladi. Rubobniki o'zgarmaydi. Mana 16 yoshdan boshlagan bo'lsangiz, hozir necha yil o'ldi endi cholg'u yasayotganingizga? 63-yilda 16 yosh edim. 63 bo'lsa, 62 yil bo'ldi, xudo xolasa. Umuman inson bir narsani qilasi boshidan oxirigacha, lekin o'sha qilgan narsasi odamlarga yoqsa, odamlarga foyda keltirsa, albatta bundan ortiq narsa yo'q. Qilib bitkazgandan keyin birinchidan dovushini eshitib bir maza qilasiz. Ikkinchidan bir odamga yoqqan bo'lsa, usta qoyilman, boplabsiz deydi. Sotib olsa, yana u odamga ham yaxshi shuni orqasida o'tirchilik qiladi. Xullas kalom, biror bir hunarni ishlab, birovga manzur qilish va shu orqali non yeyish bu juda yaxshi narsa.
Rahmatilla aka, mana yaqinda 80 yoshni qarshi olasiz. Haliyam mehnatsiz tura olmaysiz. Shu yoshda ijod qilib go'zallik yaratishda sizga nima kuch beradi? Ijodga ishqiboslik, biror bir narsaga yaratish Alloh taolo shundan benasib qilmagan ekan bizani. O'sha Chusti Hazratlarning rahmatli bir gaplari bor. Qalbi quruq cho'ldir uning. Ilmi fan hamsa an'atu ash'ori qadrin bilmasa. Kasb hunarga ishqiboz odamlar bitta faqat o'zini kasbini emas, boshqa kasbini ham hurmat qiladi. O'shalarni bilishga harakat qiladi. Shuning uchun ko'rgazmalarga qatnashaman. Ko'rgazmalarga do'stlarimizniki bo'lsa ham, boshqasiniki bo'lsa ham boraman. Ularning ham ishlarini ko'raman. Shunday bo'lgandan keyin o'sha yoshingiz nechida bo'lishidan qat'iy nazar tan joni sog'mi, boshqami ishlagingiz keladi. Keyin har bir narsani o'rgandingizmi, shuni qilyapsizmi, odamlarga yoqyaptimi? Shuni davom ettirmasangiz oldinga ketish bo'lmaydi, orqaga ketiladi. 1-2 hafta, 1 oy ishlamay qolsam, ishga tushib olishim qiyin bo'ladi. Qo'lni yana olib olish, boshqa qilish, darrov yalqovlikka tez o'rganar ekan inson. Lekin yalqovlikdan chiqish qiyin bo'lar ekan. Shuning uchun buni to'xtatmay, tan joni sog'mi qilish kerak. Hech mubolag'asiz har bir cholg'uning bezaklari bir san'at asaridir. Albatta e'tiroflar ko'p bo'lgan. Qaysi bir e'tirof siz uchun eng yoqimlisi bo'ldi ijod davomida? Endi hech esdan chiqmaydi. 1974-yil mana shu dutar, ayollar dutari deyiladi. Shu dutari qilib bitqizdimda, lekin opamdan Usmon Zupar shuni oldilar. Shuni ko'rdilar-da. O'qiradilar. Yozuvlari bor edi, Navoiydan, Jomiydan. O'g'lim qoyilman dedilar. Senga endi o'rgatish ham foydasi yo'q ekan dedilar. Hammasi mukammal bo'pti. Juda xursand bo'ldilar. Endi o'sha qilgan ishingiz ustalarga, sozandalarga yoqsa, bahra olsa, chalganda yoqsa, eshitib maza qilsa, albatta ular fikrini bildiradi o'zi. Mana O'rta Otajonov meni tor olgan, Kamoliddin aka ishqiboz bo'lib meni qilgan dutarlarimga ana dovrug'ini eshitib odam dutar olgan, dutar qilib berganman u odamga. Mana bir kuni Rashidxon aka adamdan faqat rubob dutar olib chalardi. Faqat adamga rahmat qildirardi. Namanganli Rashidxon Vohidov. Shu odam keldi. Odamni o'zi asablarini ko'rdi, boshqa qildi. Ne? Shu dutarni shu olib chalib yarim soat vaqtim bor degan odam 4 soat o'tirdi. Shunda bormayman dedi, men qaramaysiz degan ashulalar to'g'risi gap ketdi, ularni ham aytib berdi. Qolgani bir 10 tacha ashula, 12 ta ashula aytgan bo'lsa, 10 tacha ashula yangi eshitmaganman dedi. Biz ham endi anaqalarimiz ham yo'q, telefon ham yo'q, yozib olishga boshqaga. Shunda Kamoliddin akamga aytibdilar. Bu Husan akamning o'g'li ekan. Bitta dutar qilibdi, men ko'rdim. Men bunaqa dutarni ko'rmaganman. Ham chalib maza qilasan, ham tomosha qilib maza qilasan. Usta qoyilman dedi. Rahmat dedi. Endi o'sha bir xil aytadi, mashinadan nima foyda deydi. To'g'ri. Dovushga bu hashamlarni, bezalarni foydasi yo'q. Lekin bu ham o'zi sozandaga ilhom beradi. Sozanda ham go'zallikni, boshqani, san'atni qadrlaydigan odam bo'ladi o'zi avvalambor. Shuning uchun ham sozimni chiroyli bo'lsa, ko'rganda ham o'zini, ham dovushini ko'rib odamlar maza qilsa deydi. O'shaning uchun ularga ilhom bag'ishlaydi. Albatta dovushiga ham e'tibor beriladi, boshqa qilinadi. Agarda dovushi o'sha husniga yarasha bo'lmasa, u asob baribir bo'lmaydi. Odamlar uni yoqtirmaydi, men chiroyli bo'lsa ham. Chunki muzikada dovush birinchi o'chiribdi. Rahmatilla aka, deylik bir tambur yasash uchun qancha vaqtingiz ketadi? 5-6 oy ketadi vaqt. Yotib ishlayman. Bir paytda kayfiyat bo'lmaydigan paytlar bo'lib qoladi. Kayfiyat yo'g'ida, maza yo'g'ida men ish qilmayman. O'sha paytlarda zo'rlab qilingan ish yaxshi bo'lmaydi, chiqmaydi.
5-6 oy ishlagandan keyin albatta bu cholg'uga mehringiz tushib, bog'lanib qolishingiz aniq. Sotish payti kelganda bir achinish, qizg'anish degan tuyg'ular paydo bo'ladimi? Sotgim kelmaydi. To'g'risi aytgan. Bu mana bir nima deydi? Hayotim bir qismi bo'lib qolganda, shundan ajralayotganda his qilaman o'zim. Nima qilasiz shunaqa paytda? Olamni deya katta anarxiya aytaman. Endi pul ham vaqt insonga kerak. Lekin bu shuni yaratgandagi, qilgandagi ishi jarayondagi, bitgandagi, demak o'sha natijaga erishgandek tuyg'uni hech nima bera olmaydi. Hech qanaqa pul ham, boshqa ham. Buni endi bu narsani o'sha bir ijod qilib bir narsa yaratadigan odamlargina buni tushunadi. Qadriga yetadi. Shogirdlar haqida gapirsangiz, qiziquvchilar ko'pmi? Yoshlar ham uncha qiziqmaydi. Bu endi odamning o'zida bo'lish kerak edi. Buni majbur qilamiz ekansiz. Yoshlarni qiziqtirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? O'sha milliy muzikani sevishga o'rgatishimiz kerak. Shu dutar kuylari, masalan, tambur kuylari alohida chalingani, nay, rubob, xullas kalom bizning sozlarimizda, kuylarimizda o'ziga xos unda ko'rinib turadi kuylar. Boshqa millatlarni ham o'ziga jalb qiladi. Mana prezidentimiz ham rosa harakat qilyapti maqomni ko'tarishga. Bekor emas. O'sha maqom bizning asosiy yo'limiz bo'lgan bo'lsa, o'sha maqom yo'lidagi kuylarimizni, o'shalarning ijrosini, o'shalarni bolalarga eshittirishimiz, sevdirishimiz kerak. O'sha keyin eshik qulog'i sekin ochiladi. Hozir qulog'i yopilgan bu bizning muzikalarga. Endi hali ham umidli o'sganimiz yo'q. Bir o'ylagan ishlarimiz amalga oshib qolsa, o'sha qilsa, bitta oq kenja navaralarga balki o'rgatib ketarmiz, Xudo xolasa. Rahmatliga hayotda erishgan eng katta yutug'ingiz nima? Xudoga shukr, mana shu kasb orqasida o'zimga yarasha hurmatim bor. Anavi akani, ket demaydi, keling deyishadi. Bu ham katta yutuq. O'sha ijod qilish, san'at degan narsani sal tushundim, sal qadriga yetadigan bo'ldi. Shuni o'zi ham katta yutuq deb o'ylayman. Baxt nimada deb o'ylaysiz? Inson qachon baxtli bo'ladi hayotda? Sizning baxtingiz nimada? Tan-joni sog' odam baxtli. Ikkinchisi mana bolalar, oila, shaxsiyat o'z ko'nglini ovlash uchun bir otang bog'ini ham sotsang arzir. Masalan, Rudaki ham jahonda neki bo'lsa achchiqroqdir dono do'stdan ayriliq. Ham do'st haqida gapiryapti. Uchinchisi yaxshi do'stlar orttirdik. Do'stlar. Chunki do'stlarsiz bir ish qilish qiyin. Safarimiz nihoyasiga yetdi. Sizga ishonch bilan aytishim mumkinki, qahramonimiz bilan birga o'tkazgan qisqa bir baxt yillarcha yo'qotganimiz nimanidir qaytarib bergandek bo'ldi. Yo'qotayotganimiz nimanidir topgandek bo'ldik. Men topilgan bu hisning nomini bilmayman. Bilganim shuki, oddiyroq bo'laverish kerak. Zero ana shu oddiylik bizga hayot haqiqatini anglashga, har bir lahzaning biz uchun katta bir in'om ekanligini tushunishga va albatta baxtli bo'lishimizga yordam beradi.